O'zing kelsang urmayman. Asal qizim, biz senga ishonamiz. Sen har doim uddalaysan va universitetga byudjet asosida kirasan dedilar. Oqa, o'g'lim sendan umidim katta, men senga ishonaman. O'g'lim biz senga ishonamiz, sen hammasini uddalaysan. Dadam doim menga, muhimi men sizga ishonaman. Odamlarning gapiga ahamiyat bermang, xohlaganingizni qilib, xohlaganingizcha yuring. Orqangizda men turibman gapiradilar. Ayam menga kamroq telefon o'ynadi edi. O'z kasbingni zo'ri bo'l, hatto sapochnik bo'lsang ham. Meni ota-onam eng mashhur 3 ta gapi bor. Birinchisi shapkaniki, ustingaki, kurtganiki. Hech qachon taslim bo'lma. Har qanday muammoni biz hal qilib beramiz deyshadilar. Senga ishonamiz. Sen albatta vrach bo'lasan. Biz senga ishonamiz. Sen albatta bizni ishonchimizni oqlaysan. Doimo yaxshi o'qi, biz senga ishonamiz. Hamma e'tiboringni doimo o'qishga qarat. O'qishga kirsang uylantirib beramiz deyishadi. Yaxshi o'qigan sen uddalaysan. O'g'lim kelajakda qiynalmaysan. Bor umidimiz sendan o'rtog'ingdan bas. Dadam menga o'qishga kirsang yaxshi ko'rgan qizingni olib beraman deydi. Men dadam hech kimdan qo'rqmagan, doimo orqangda men bo'laman. Har qanday vaziyatda ham o'zim himoya qila olaman deydilar. Dadam o'qishga kirgan kuni yangi uy bilan mashina podarka deydi doim. Yana ozroq yotsak shom biladi, turib ishlardi. O'qish kerak. O'qi o'g'lim, o'qi. Men senga ishonaman. Mening ota-onamning eng mashhur gapi o'qish kerak.